Bugun obunachalarimni xursand qilaman. Agar menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, uyingiz tekinga reklama qilib beraman. Hozir Telegramdaman. Mana shu uyimizning egasiga telefon qilib, obuna bo'lganmi yo'qmi hozir so'rab ko'ramiz. Yo, Instagram kirasizmi o'zingiz? Yo'q. Ha, bo'ldi. Opa, rahmat, uzr. Mana hozir Go'rgazga keldik. Go'rgazni ham tekshirib ko'rmoqchiman. Hozir mana bu yerda 3 xonali uy bor ekan. Uytop Olmaliqqa obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Eshitmaganmisiz, shuna kanal ko'rmaganmisiz? Bor, bilaman. Obuna bo'lmagansiz lekin, Yo'q. Mana hozir navbatdagi joyimizga keldik, Radgodamiz. Mana bu yerda 4 xonali uy sotilar ekan, hozir telefon qilib ko'ramiz. Вы этого канала подписан? Нет. Afsus, bular ham obuna bo'lmagan ekanlar. Har xil Telegram kanallarga e'lonlarni yuborishdan charchagan bo'lsanglar yoki mana bunaqa e'lonlarni osib qo'yishdan charchagan bo'lsanglar, biz reklamadan foydalansanglar, barcha ijtimoiy tarmoqlarga shu professional videolarni biz joylaymiz. Instagramga kirmayman men, yo'q menda. Ikkinchi qavatda uy bor ekan. Hozir telefon qilib mana so'rab ko'ramiz. Instagramda Uytop Olmaliq eshitganmisiz? Ha, Olmaliqmi? Ha, Uytop Olmaliq degani uylar reklama qiladi. Eshitganman, ko'rganman mana unda. Instagramda-da. Ha, obuna bo'lganmisiz? Obunachimisiz? Ha, obuna bo'lganman menimcha. Ha, bo'lganman. Siz o'shanda ana qildingiz-ku, Radugada kamerani oldida reklama qildingiz o'sha bolamsiz? Xuddi o'zima. Otingiz nima edi? Azamat ismi. Bo'lgan bo'lsa, uyini reklama qilib bermoqchimiz tekinga. Nima deysiz? Mayli. Mana o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Ko'pchilik bizni tanishadi, lekin obuna bo'lishmagan. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi ishtirokchi siz bo'lib qolishingiz mumkin. Hamda mana shu videoni ko'proq odamlarga tarqatib, like bosib, aktiv bo'lsanglar, ikkinchi qismini ham chiqaramiz sizlar bilan birgalikda. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi safar qaysi hududlarga boraylik, qaysi rayonlarga boraylik, Olmaliqdami, Ohangarondami yoki Olmaliq qaysi joylariga